Assalomu alaykum akalar. Mana Nexia yana bitta olib qolganmiz. Nexia'mizni ko'rishlar mumkin. Eshikni luflarini, ligirovkalarini qilib ko'rsatib o'tamiz. Mana luflarini ko'rishlar mumkin. Eshikdan holatini ancha xarob. Mana yopilmay mumkin. Mana 3 ta qo'l ko'taryapmiz. Yopilmayapti. Keyin bonusiga kapotini qilib beradigan bo'ldik. Ko'rishlar mumkin. Prujinkalar baylab tashlashgan egamaytlariga buni biz o'zini stok holatiga mashinani ko'taradigan qilib beramiz, xudo xolasa. Bizni kuzatishda davom eting. Xudo xolasa bitgan jarayonlarni qo'yamiz. Assalomu alaykum akalar. Mana Nexia legendamiz yana bittasini tugatdik. Egalarning talablariga binoan jicha og'irroq qilib berdik. Bu dalada ko'proq yuradigan mashinamiz. Shunga sal ashinda ham lekin chimchaloqda yopiladi akalar. Mana ligirovkamiz. Xudo xolasa chiroyli chiqdi mana bu ham. Orqalarini ham shunday og'irroq qilib berdik. Aslida ham lekin yopiladi bir barmoqqa. Bu tomonlarni ham ko'rsatamiz, xudo xolasa ko'rishlar mumkin. Bu tomonlarni ham yengil qilib qo'ydik mana. Aslida ham bir barmoqqa yopiladi. Buni ham yopilishidan ko'rishlar mumkin. Hali luftlari bor. Mana luflarni ham yo'qadi, chiroyli qilib bitirib berdik. Orqa kapotini bonusiga qilib beramiz dedik. Hozir ko'rsatamiz akalar bonusini ham. Orqa kapotini bonusga o'zini ko'taradigan qilib berdik va stok holatga qilib qo'ydik hamma yo'qlarni. Ko'rishlar mumkin, shumkada ko'taryapti akalar. Prujinka ishtimi qo'yganimiz yo'q. Orqa kapotimiz bonus bo'ldi. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Kuzov xizmatiga obuna bo'lishni unutmanglar.